Davom etamiz. Ichimlik suvi inson hayoti va kundalik turmushida eng zarur resurslardan biri. Shu bois undan foydalanish tartibiga rioya qilish, suv ta'minoti tarmoqlariga qonuniy ravishda ulanish va belgilangan shartnoma asosida xizmatlardan foydalanish talab etiladi. Biroq bu talablarga amal qilmay kelayotgan yurtdoshlarimiz ham uchrab turibdi. Xususan, Jizzax viloyatida o'tkazilgan nazorat tadbirlarida tarmoqqa noqonuniy ulanib olgan fuqarolar aniqlandi. Jizzax viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorat inspeksiyasi hamda Jizzax suv ta'minoti korxonasi mas'ul xodimlari hamkorligida Sharof Rashidov tumanida navbatdagi reyd tadbiri o'tkazildi. Tadbir davomida hududdagi xonadonlar va ichimlik suvi tarmoqlariga ulanish holatlari o'rganilib, suvdan foydalanishning qonuniyligi, iste'molchilar bilan tegishli shartnomalar mavjudligi hamda tarmoqlarga o'zboshimchalik bilan ulanib olish holatlariga alohida e'tibor qaratildi. Ichimlik suvi ta'minoti xizmatidan tegishli shartnoma tuzmagan holda foydalanib kelayotgan fuqarolarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rildi. Fuqaro tomonidan ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish holatlari amalga oshirilayotganligi aniqlanib, ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 163-moddasining 1-qismiga asosan ma'muriy jarimalar rasmiylashtirildi. Biz aholidan so'rab qolamizki, har doim ichimlik suvidan oqilona isrof qilmasdan hujjat bilan shartnoma tuzgan holatda foydalanishlarini so'rab qolamiz. Sharof Rashidov tumani Nonisangil 3 mahallasiga qarashli bo'lgan quduqda ichimlik suviga ulanganman. Endi shartnoma qilaman, shu bugundan boshlab o'chirchiq moslamasini qo'yaman. Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Bu kabi reyd tadbirlarining asosiy maqsadi ichimlik suvi va oqova suv tarmoqlaridan qonuniy va oqilona foydalanishni ta'minlash, o'zboshimchalik bilan ulanishlarning oldini olish hamda suv resurslaridan foydalanish madaniyatini oshirishdan iborat. Madina Ahmedova, Asiljon Husanov, Hudud informatsion dasturi uchun.